Birinchi bo'lib biz Chrome orqali chatplace chatplace.io saytiga kirib olamiz va bu yerdan profil bo'limini tanlaymiz. Ikki xil uslubda registratsiyadan o'tishingiz mumkin, ya'ni Facebook orqali yoki bo'lmasam Gmail elektron pochta orqali. Elektron pochta orqali tanladim men va qaysi pochtam orqaliligini tanladim. Login parollarni terib kirsanglar bo'ladi. Bu yerda noldan mana bunday interfeys kutib oladi sizni. Ushbu interfeysda birinchi bo'lib qiladigan ishimiz akkauntni, Instagram akkauntimizni ulab olishimiz kerak bo'ladi. Menda tayyor ulanib turibdi. Sizlarga qanday ulanishini ko'rsatib bermoqchiman. Bu yerda plyusga bosamiz ustiga va bu yerda Instagram yoki Telegram chiqadi. Biz Instagramni tanlaymiz. Oldin Facebook orqali majburiy edi, hozirgi kunda Instagramda o'zi orqali ham ulash mumkin. Instagram tanlaymiz va bu yerda mana bunday knopka kutib oladi. Va bu yerda so'rayapti, ya'ni chatplace sizni Instagramingizda harakatlanishiga ruxsat berasizmi? Ruxsat beraman. Instagram akkauntingizga agarda Chrome orqali kirib qo'ygan bo'lsangiz, avtomatik tarzda topadi. Agarda kirib qo'ymagan bo'lsangiz, bu yerda login parol terishingiz kerak bo'ladi. Menda tayyor bo'lganligi uchun davom etishni bosaman va bu yerda Instagram akkaunt avtomatik tarzda paydo bo'ladi. Endi biz chatbotni ishga solishimiz uchun ikki xil mana bunday taklif beryapti. Ya'ni noldan tayyorlab chiqish yoki bo'lmasam tayyor shablonlar asosida ishlash. Bizga shablonlar asosida ishlashi to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun noldan tayyorlab chiqishni tanlaymiz. Mana o'zgartirsanglar bo'ladi. Ketdi. Nom beramiz. Masalan, men Instagram sahifamda hook bo'yicha kommentariy qoldirishlarini so'raganman videoda. Hook bo'yicha hozir ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, uje yangi sajdat bo'ldi. Buni endi birinchi bo'lib sizni mana shunday interfeys kutib olgandan keyin siz birinchi qiladigan ishingiz, ya'ni sizni kommentingizga yozgan kalit so'zni yozgan odamga сообщение yuborishingiz kerak bo'ladi. Menda tayyor сообщениyalar bor, buni yozib olsanglar bo'ladi. Keyinchalik foydalanishinglar uchun. Birinchisi menda mana bunday сообщение borishi kerak. Ya'ni Assalomu alaykum. Hook bo'yicha saytni qo'lga kiritish uchun menga obuna bo'lishingiz kerak. Iltimos obuna bo'ldim tugmasini bosing. Ketdi. Bu yerga knopka qo'shishimiz kerak, ya'ni obuna bo'ldim degan. Endi bu yerdan o'ng tomonda biz obuna bo'lganligini tekshirish uchun nima deydi? Условия qo'yishimiz kerak unga. Условияni tanlaymiz. Va bu yerga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ustiga bosganimizdan keyin mana bu yerdan o'ng tomondan face ochildi. Interfeys ochildi. Bu yerdan subscriber. Obuna bo'lganini tekshiradi. Ya'ni buni knopkani bosgandan keyin bu yoqqa o'tadi. Mana bu knopkadan tugma olib mana bunga to'g'rilab qo'yamiz. Obuna bo'lganidan keyin bizga mana bu yerda yangi сообщение ochilishi kerak. Ya'ni bu yerdan Messenger'ni tanlaymiz. Keyingi tekstni joylaymiz. Keyingi tekstimiz bu yerda har xil image, ya'ni rasm, video, audio yoki bo'lsam tekst joylashingiz mumkin. Demak, biz tekstni tanlaymiz. Menga obuna bo'lganingiz uchun rahmat. 10 soniyadan keyin sizga sayt manzilini yuboraman. Ketdi. Bizga knopka shart emas, ya'ni shu button kerak bo'lmaydi. Bu yerdan olib bunga qo'yib qo'yamiz va bundan keyin endi 10 soniya ichida biz nima qilishimiz kerak? Sayt manzilini tashlab berishimiz kerak bo'ladi.
Xo'p, buning uchun bu yerdan action, ya'ni qanchadir soniya kutishligini tanlashimiz kerak. Ya'ni bu yerda ustiga bosganingizdan keyin action tugmasini bosamiz va bizda delay so'zi turibdi. Xo'p, sekundda turishi kerak bu yer va bu yerga masalan 10 soniya. 10 soniya degan bo'lsa 10 soniyani belgilaymiz. Xo'p, bundan keyingi ish 10 soniyadan keyin mana bunga o'tkazib qo'yamiz. Xo'p, undan keyingi qiladigan ishimiz uslovlarni biroz suray. Xo'p, sayt manzilini tashlab berishimiz kerak. Buning uchun men ikki xil usulni qo'llayman, yoki saytni manzilini to'g'ridan-to'g'ri tashlab berishim mumkin. Masalan, marhamat, foydali bo'lsa xursandman deb turib kopiya qilyapman va bu yerdan qo'shimcha qilamiz. Messenger kelishi kerak 10 soniyadan keyin va bu yerga tekstni belgilaymiz va bu yerga tekstni kiritamiz. Biroz enter tashlab turib, masalan, Telegram kanalimga o'taman. Mana shu Telegram kanalimdagi linkni kopiya qilib bu yerga tashlayman. Endi buni xohlasam saytni o'zini berishim mumkin, xohlasam bitta o'q bilan ikkita o'q yondirish uchun Telegram kanalimga yo'naltirishim mumkin. Xo'p, Telegram kanalimga yo'naladi. Yokida bu yerda button qo'shib turib, buttonni avtomatik tarzda saytga o'tkazib yuborish ham mumkin. Masalan, sayt yoki Telegramga knopkani ustiga bosish orqali yoki prям linkni o'zini tashlab berishingiz ham mumkin. Xo'p, bu yerdan 10 soniyadan keyin ushbu сообщение boradi. Xo'p, endi bizga obuna bo'lmagan bo'lsa, mana bu yerda usloviyada o'tmadi deylik. O'tmaganidan keyin bu yerda сообщение borishi kerak. Ya'ni xo'p, сообщение ketdi. Masalan, obunadan tekshiruvdan o'tmadi va bu yerda kopiya qilamiz. Tayyor tekstdan foydalanyapman men. Xo'p, voy, obunachilarim orasidan topa olmadim. Iltimos obuna bo'lib qayting, qayta tugmani bosing. Obuna bo'lib qayting va deb turib qo'shimcha qilish kerak ekan. Qayting va qayta tugmani bosing. Bu yerga tugma qo'shamiz, ya'ni knopka. Obuna bo'ldim. Xo'p, endi buni mana bu yerga bu uchidan ushlab turib, bu yerga olib o'tib qo'yishimiz kerak. Ya'ni e'tiborli bo'lasizlar do'stlar, ya'ni knopkani o'zidagi nuqtadan nuqta olib o'tyapman. Agar mana bu yerdan olib o'tib olsam, knopka ishlamaydi. Xo'p, bunda ham xuddi shunday knopka orqali olib o'tishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana do'stlar, tayyorli shablonimiz tayyor bo'ldi. Endi buni realizatsiyaga aylantirishimiz kerak, ya'ni relsni o'ziga trigger qilib qo'yishimiz kerak. Qaysi relsgaligini belgilash uchun. Xo'p, bu yerda bizda bir nechta uslublar chiqib keladi, ya'ni post kommentiga direct orqali, masalan, directdan hook deb yozadigan bo'lsa, kalit so'zni yozadigan bo'lsa, direct orqali qilsangiz ham bo'ladi. Yoki post kommentiga javob beradigan qilsangiz bo'ladi. Bu yerda buni qo'shib bir nechtasini tanlash ham mumkin, masalan, direct bilan post kommentini. Bizda agarda direct bilan post kommentini qiladigan bo'lsak, hammasiga xuddi hook deb yozilgan, qayerdan hook deb yoziladigan bo'lsa, xuddi o'shanga javob berib ketaveradi. Ya'ni directdan hook deb yozsa, demak, directdagilarga ham javob beradi. Kommentda har qanday post tagiga yozsa, o'sha tagidagi hook deb yozilganga javob berishni boshlaydi. Bizda masalan tanlashimiz mumkin bir nechtasini. Yokida bu yerda masalan post kommentini o'zini tanlab turib, bu yerdan mana o'sha postni qidirib topishingiz mumkin. Masalan, menda hook deb yozilgan post. Mana bunisi bo'lishi kerak, adashmasam.
to'liq ochmayapti interfeysi. Bitta update qilib ko'raychi. Ko'pchilik masalan kommentariy yozmaydi-da, asosan directdan yozib yuborishi mumkin. Shuni inobatga olgan holatda kommentni belgilashga ikkisini belgilashga harakat qilsanglar bo'ladi, masalan, ikkalasini ham. Ya'ni любой postdagi hook deb yozadigan bo'lsa yoki directdan yozadigan bo'lsa, avtomatik tarzda mana shu shablon, ya'ni obunani tekshirish, lead magnet ishlashni boshlaydi. Xo'p, men postni o'ziga ko'rsatmoqchiman hozir. Xo'p, men postni o'ziga ko'rsatmoqchiman hozir. Xo'p, bu yerda to'liq ochdi, mana hook degan postning ostiga. Bu yerda qaysi kommentlarga javob berish kerakligini, ya'ni kalit so'zni kiritib qo'yishimiz kerak. Masalan, hook. Enterni bosamiz yoki o'zbekchasiga nima bo'ladi? Ilmoq. Enterni bosamiz. Xo'p, boshqatdan ilmoq. Enter. Masalan, plus qilishi mumkin, to'g'rimi? Enter. Yokida hook so'zini, ilmoq so'zini ruschada yozib qo'yishingiz ham mumkin, masalan. Hook bundoq qoldirishadi, oxirgi paytlar mana shunaqa qoldirishadigan bo'lib qolgan ba'zilari. Xo'p, yoki nima? Ilmoq. Ya'ni kirilchada aniqroq belgilab qo'yishingiz mumkin. Xo'p, bo'ldi, shu orqali o'sha avtomatik tarzda mana shu kommentga javob berib boradi. Xo'p, bizda shablon tayyor bo'ldi. Endi bu yoqdan endi kommentariy qoldirganlarga javob tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bu yerdan mana bu interfeysdan ikkinchisiga o'tamiz. Create tanlaymiz. Xo'p, nom beramiz, masalan, hook. Hook. Xo'p, bu yerga qaysi kommentlarga javob berish kerak? Hook, ilmoq. Xo'p, kirilchada masalan hook, ilmoq yoki plusa. Xo'p, plusni bir nechtasini belgilashadi, ko'pincha plusni bitta belgilab qo'ysanglar bo'ldi. Farqi o'sha plus so'zi qatnashgan bo'lsa, avtomatik tarzda ishlashni boshlaydi. Xo'p, bu yerdan hook degan relsimizni belgilaymiz va bu yerga ularga atvet qaytarishimiz kerak. Endi biz bir nechta atvet tayyorlaymiz, ya'ni masalan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shaxsiydan yozdim deb turib, bu yerda stiker qo'yib qo'ysak bo'ladi, masalan. Xo'p, bu yerda mana сообщение qo'shamiz, masalan. Mana to'g'ri keladi. Xo'p, create bosamiz. O'sha avtomatik tarzda paydo bo'ldi. Endi buni ham mabodo sizlarda o'chiq turgan bo'lsa, bu yerdan mana o'chig'ini yoqib qo'ysak bo'ldi. Endi biz buni Instagram sahifamizga o'tib, ya'ni o'zimiz Instagramga o'tib, o'sha kommentariyani bitta tekshirib olsak bo'ladi. Masalan, hook deb yozib turib, boshqa akkauntdan ishlayaptimi yo'qmi tekshirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, darsligimiz shu yerda tamom. Hammaga rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.